Hammaga assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz. Mana sizlarga Obid akamiz buqalarni olib kelgandik Namangandan. Bunisi fermaga karantinxonaga tushgan. Mana bugun haftani payshanba kuni 2-aprel sanasida unisi fermamizga ko'chyapti, haligi bilasizlar. Buni oldin havzaoyim 20 kun bir oyda natijalarda chiqarib videolar qilib turamiz. Ustga bu buqalar ko'chish jarayonida ikkita qilib degan oz yuklab unisi fermaga olib boriladi. Bir qator ko'rasizlar, anaday buqalarni ham ko'rasizlar, faqat mana shu yemdan beri boqishadi o'zlari. Mana ideal ko'rim yemlari bilan boqilinadi. Ertaga ratsionlar qanaqangi bo'lyapti video bemalol choy ichib o'tiradigan video bo'ladi. Obid aka, arqonlar kesib, mana yangi arqonlarda yangi fermaga deydi-ku aka. Xudo xolasa. Hamma narsani yangisi yaxshi deydi. Ha. Lasetti yaxshimi, zaporojmi desa, yo'q, yangisi yaxshi. Yangisi. To'g'ri aka. Aka, mana shu molingiz unisi fermadan kelganmidi, adashmasam? O'sha bash qaytib ketibdi, masalan. Ha. Bash qattiq qaytib. O'zi hammasi qaytibdi aka. Bittada ko'rib aytdimi aka, molingiz? Yo'q, siz ko'rganda yaxshi holatda keldi, keyin bitta og'irlashdi, qaytib. Aha. Yana asli holatga. Hozir mollar qaytib o'zgaradigan xonasiga keldi. Endi shunaqami aka? U fermada mollarni mana o'zim ko'rdim. Aha. Ko'rdim. Hammasi tulabdi. Ularni masalan Tulab olibdimi aka mollar? Qaro yaxshi debdi va bir kishi o'sha bilan bor-ku. Kasallardan chiqib, og'riq bo'lib, qiyinchilikdan o'tib, xotirjamlikka o'tgan mollar. Stressdan yechilgan. Ha. Xotirjamlikka o'tgan. Oma aka, sizni gapingizga kirib, biz ham kitob o'qib qo'yganmiz, ko'rgandirsiz bu qadarda. Alloh ziyoda qilsin. Xudo xolasa Bizni ham shu kunlarga yetkazsin. Sizni endi bizga erishtirsin. endi ko'ramizda, qani aka, siz zo'r bo'lyapti deb boqaverasiz. Ama aka, molga qisganim yo'q. Axlatiga qarab beryapman, yemda bo'lyapti. Og'am ma'lumot bermang. Og'am ma'lumot bermang. Biz aytganni siz ham qilmayapsiz. Itadan keyin kelib olib, o'zgarmadi molimni buyurmang. Yo, siz aytgandek bo'lyapti-mi? Siz aytganni qiling, tashlab. Prosta mollar eti jicha quruqligini hisobiga bir oycha mo'ljalla atala qilib berib, keyin quruqyemga o'tkazdiramiz aka. Yolg'on ma'lumotlar chorvachlar charchatdi. To'g'ri ma'lumot. Ha, shunaqangi aka. Ma'lumot beryapti. Hamma yolg'ondan bezildi. Yolg'ondan bezdi. To'padi qo'l aka, mana shu gapingiz. Mana. Ko'chish jarayoni u mashinalar yuklanib. Mashinalar yuklanib, hammasini unisi fermaga olib kelamiz. Unisi fermadan davom ettirib ko'rasizlar akalar. Bular qarang, Obid aka nisbildan aylanganda qo'yoq suyug'iga esingizda bormidi? Yo'q, bular uzoqon bular ikki o'shi yeyapti, ikki o'shi yeyapti. Yo'q, puli. Mollar qoladi puli. Salkam 25 ha, borib qolgani 25 million so'mdan. Bu buqalar hammasi aylangan. Uning ichida 21-22 millionligi ham bor, 27 millionligi ham bor, 25 millionligi ham bor, 23 millionligi ham bor. Hammasidan bor. Buni nakchinalari ham bor, kattalari ham bor. Bu sarg'am zo'r buqa, mana sarg'am o'zi 26 lik buqa mana shunisi. Obunachilarimiz mana bular oldingi eski partiyadan kelgan buqalar, shved buqalar. Dekabrda kirib kelgan. Aha, 1-dekabrda kirib kelgan. Rosa 4 oy to'libdi. 4,5 kilo erta kechiga yeyapti. Ideal ko'rim yemlarida mana oxirida yemlar borligi uchun damini olib yotibdi. Yashil bo'ldi yaqinda. Ha, yashil bo'lib tuzalgan holatiga mana shunchalik. Qirg'iz buqa bo'lsalar kelasizlar ham, xudo xolasa zo'r bo'ladi. Telefonda katta narsa kichkina katta ko'rinib qolishi mumkin. Lekin ancha katta buqalar bu buqalar. Bittasini so'yadi, ikkovi yaxshi bo'lib qoldi. Yashim bo'lib qolgan bitta ichidagina 279 kilo go'sht qilgan. Yo'q qilmaydan-chi? Ha, qildi, 20 kilo. Ha, 20 kilo atrofida. Oy. Ola ko'rsatildi. 225 kilo keldi. Bittasi 255 kilo, bittasi 200. So'rab qotdiydi-yu, go'shtlar basida hali endi to'lmagan narsa. To'lmagan, ha. Endi so'ymasak ozib ketgan. Pishmagan qovunitda. Ha, uni shiligida qarang, ozib ketdi. Ha. Buni boshidagi ozib ketdi, uni shiligida ham so'yildi. Mana undan, ha. Davolar, davoga olib bordik, iloji olib bordik.
Arkada, mesela. Hmm. Bunu belini Mana qarang, bu buni qarang. dahshat aka. Qaytib ketdi. Ha. Maşallah. Zo'r bo'pti shu Qaytib qarama. ketdi. Og'irroq kechdi unda. Ha, U qattiq semiz uni. bo'ldi. Alloh bilan qaytib ketdi. Yaxshi natijada. Fona qilib qo'yib o'tamiz. Buzovchi. Bizcha tishi yo'q. Tishim maqtanyapti-da. Yumabdimi? Yumabdi. Ha. O'rgat. Obunachilarimiz qanday bo'lmasa boshlardik. Bular mana eski partiya, bular ikkinchi partiya. Endi aralash. Erta 3-partiya bor, anitlarda bor. Har xil shu o'rtada mana stokadan bag'i shu 3-partiyaga kiradi. Pashti bular ikkinchi partiyaga kiradi. Keyin aka bugun so'rashdik, kecha so'rashmagan. Uzoqdan Va alaykum assalom. Alla yamiz. Ali, assalomu alaykum. Charchamayapsizmi aka? Jamoasini hurmatli obunachilari va Musadbek o'z ukamizning hurmatli obunachilari. Tinchmisiz aka? Ana, havo sovuq. Havo sovuq, o'g'onda o'zi shamol kelyapti-yu ana. Yomg'irlardan o'tib oldik, xudoga. Ha, xudo xolasa aka. O'zbekistonda emas, O'zbekistonda. O'zbekistonda bor. Rasm damdoqli va bir oydan o'tdi xudo xolasa o'zi ancha. Ha, bir oydan o'zimiz ham 15 kun haqida Ha. Mol olib keldi, o'zi ancha vaqt o'tib ketib bo'ldi. Shunaqa. Ularni bir taraf olsak, uni jumlati bo'lib ketadi. Ha, bitta endi keldi o'zi bular. Ada, nus fermadan. Adagilar endi keldi. Aman- Bular eskisi bular. Bu yerda aralashmasmi? Yo'q, mana bu yerda. Na, mana ulardan, ha? 14 ta nimasi bor. 14 ta. Yangisi. Bu hali kattasida. Oxirida olgan bozorda. Asa talash qo'ygan bu. Bu haliga choldan olingan-a bu? Ha, bu choldan olingan. Ashi ham zo'r bo'ladi, xudo xolasa. Semental chatish. Mana aka shunaqami siz kallasi oqroq-a? Xuddi shunaqa kallasi dipparoq kattaroq. Semental. To'shak kichkina. Chatishi gibrid Bitta hisoblanadi. buni xato qilib qo'yibmiz, mana shu endi o'zimiz bo'lmaganligimiz bo'lib. Ha, jicha uyib ketib qolibdi. qara bo'lmagan. Kecha dori qo'ysak uvullayapti bechora. Yo, yaxshi bo'pti bitta aka. Bir kunda o'zi. Endi Musadbek, oldingi videolarda so'ragansiz aka, nimaga bunaqa rossiyskiy mol olmaysiz? Naqa, zotli degan. Zotli. Ha. Mana aka farqi. Ha. Sizning farqini 20 millionga olganmiz o'shanda. Hop, Necha ekan? chakam. Choy bo'ldi aka. Ha, choy bo'ldi. Mana buni 24 millionga, 23 millionga oldik. 23 bo'lish kerak. Buni 3 oy boqsam, 4 oy boqsam tayyor. Tayyor. Yana boqishim kerak. Ha, buni ancha boqasiz. Buni ancha boqasiz. Ammo ziyon mutlaqo. Boshda kirgan odamga nima bo'ladi-da, pul topsa aytamizki, motivatsiya bo'ladi. Motivatsiya bo'ladi. Aka, diabeti men o'zim ham mana siz bilan rosa gaplashib yurib qo'ylar sotdim, oxiri molga o'tdim aka o'zim. O'zi planim bor edi. Kecha kelsam motivatsiya olib ketaman-da. Maqol bor. Qozonga yaqinlashgan qorasi. Qorasi. Qorningiz to'yadi keyin qozonga yaqinlashsangiz. O'shanaqangi aka qo'ylar sotdik, ana buqalarga o'tdik. Xudo xolasa boqyapmiz ularni. Qo'ylar ham ziyon yo'q, aka. Qo'ylar ham ziyon yo'q. Endi qo'yda soni ko'p bo'lish kerak-da. Hech yo'g'i 15 dona boqish kerak, Ha, ha? Foyda 15 qil. dona Misol uchun mana yerda 4 ta yo 3 ta mol boqmaylar. 15 ta qo'yni foydasi yetadi. Lekin ayrim yillari shunaqa bo'lyapti, molni kasallik ko'payib ketyapti. Ayrim yillari qo'ydiki. Ha. Biz qo'y boqqanda qo'yda kasallik ko'payib ketgan yil edi. Ha. Zug'otda ziyonda chiqqansiz. Ziyonda. Endi hozir molda kasallik ko'payib ketdi. Hmm. Mana shu yozdan boshlab, mana shu xudo xolasa yozgacha 1 yil bo'ladi. Kasallik yashil O'ta. turli tuman bo'lib ketdi. Turli tuman kirib kelyapti. O'shani hisobga olib aka, bo'vutganni oldim men o'zim. Tuzatib olib, xudo xolasa jicha bor edi oyog'ida. Mol ishtahasi ochilib zo'r bo'lib ketdi. 3-4 kun shu bir hafta 10 kun boqdim. Mana bular ham hammasi bo'lib o'tdi. Mana buni kichkina ham bo'lib o'tdi. Ha, bular. Yo'qkan ham bo'lib o'tdi. Yuqib, Ha. endi o'tib ketdi, lekin vaksina qildik. Vaksina qildik. Juda ko'p 2 marta qildik vaksina, baribir yuqdi. Ba'bi yo'qdi. Ammo nisbatan yengil o'tdi. Ha, Bitta ikkitasi og'ir o'tdi, nisbatan yengil o'tdi. yengil o'tdi nisbatan. Bizlarda iloji yo'q so'yib yubordik. O'rniga olib kelamiz deb so'yib yubordik. Iloji yo'q. Pashti yarimidan o'tib bo'lgan, yarim holat. Uni Ha. ozdirib olgandan ko'ra o'sha Shunaqa qildik. Ha. So'ygan Iloji narsa. boricha o'sha bitta narsa hozirgi kunda hurmatli chorvachilarga tavsiya qilamiz. Boshimizdan o'tgan narsa molni bitta olinglar, hop. sotinglar bitta. Ha. Olib kirib hozirgi kunda qilmanglar. Ha. Hozirgi kunda kasallik ko'payyapti. Mana hozir yashir deyapsiz-mi siz? Hop. Yashirni ham bir xil basda
7 xil tipi bormi? 7 xilmi 8 xil tip bor. Oldin undan bo'lmaganmi yo hozir Bu shunaqa? tashqaridan kirgan hisobiga. Ha, tashqaridan mol kelib Tashqaridan turgan. kirgan hisobiga Aha. ularni 7 xil bo'lsa, bizda 2 xilmi, 3 xil tipda ushlagan vaksina bor ekan, xolos. Aha. Agar ushalmay ekan. Ha. Hozir mol olib keldingiz, ha? Hop. Misol uchun A tipini vaksina qildingiz. Hop. 5 ta molingiz tayyor bo'ldi. Yana 3 ta olishingiz kerak. Ha. Siz B tip vaksina urilmagan Bga Aha. bir tipni olib kelib qo'ysangiz, ya'ni yashirdi. Haligi 5 ta molingizga ham yo'qadi. Hop. Hali 3 ta molingizga ham yo'qadi. Endi hali 5 ta molingiz qaytadi, uka. Ha, Shuning ha. uchun hurmat chorvachilar, yangi boshlaganlar, bitta mol olinglar, bitta kurashinglar, mol qo'shmanglar. Yoniga. Haligi mollarni sotib, tugatib, yana boshqatdan mol olinglar. Ha, misol uchun ikkitaga imkoniyat bormi? Ikkita oilaga. Ha, misol uchun 3 ta bormi, 5 ta bormi? bitta olib, bir sotib, bitta olinglar. Ha, shunaqa. Shu. Bitta olmaslik kerak. Yo'q, bitta olmasi ham bitta oladi, yig'ib olguncha. Ha. Misol uchun, Musobek tushunmayapsiz, aka. 10 ta mol olish kerakmi odam? Bitta olib 10 ta molni yig'adi, Hop. davolaydi, Hop. yemga olib kiradi. Ha. Bu 10 ta molni yig'dim, boshqa mol qo'shmasin. 10 ta mol tayyorlab sotib, Sotib, molxonani bo'shatib, keyin yana mol olsin. yana mol olish. Endi nimaga nima deyapsiz siz, Musobek? Yashil davolash hozirgi kunda har xil turi ko'payib ketdi. Davolash yo'llari. Davolashga hech kim ketmayapti. 300 ming, 200 ming ketyapti davolashga. Hop. Og'irlarga 500 ming ketyapti. Ha. U 500 ming deb o'ylaysiz-ku, molni ozgani 20 kilo yo'qotsa, 2 million, hani 400 pul bo'lyaptimi? Ha, 500 ming bo'lsa 3 million yutqazyapti. 3 millionga bitta molni turi boqadi bemalol. Ha. Kamida chu. Ha, o'sha ziyon, ham ziyon bor-da. Ag'ida ham ziyon. Ozgani ham ziyonni qo'shish kerak-da. To'g'ri aka. O'shaning uchun shu biz boshimizdan o'tdi. Biz ham karantin zonalar qildik, hamma narsa qildik. Karantin vaqtdan 45 kun, 50 kun ekan aslida. Mol tuzalgan bilan dam tanasida qolar ekan. Asorat, a? Yuqish, yashir yurar ekan tanasida. Aha. U molga ziyon qilmaydi, boshqa molga bitta o'tsonni sindirib bergan. Sindirib bergan. O'shaning uchun bu karantin zonalarini endi katta fermalarda o'zida hammasi biladi ular. Yangi boshlab turganlarga Hop. biz tavsiyamiz bitta olinglar, bir sotinglar. Bo'ldi. Iloji bo'lsa yashil paytda hamma molxonaga bormanglar. Ha, top bor. Bol bozoriga ham bormanglar. Sizga qiziq yo'q asli. 10 ta molingiz bormi? Mol kerak emasmi? Bormang. Ma kerak yo'q. Kasallik o'chog'iga borib, Ha. molxonangizga borasiz, yana yuqtirasiz. Yana yo'qadi. Shu Foydasi yo'q. mol bozorda mol ko'rgandan o'zingiz 5 ta, 3 ta molingizni ko'ring, tomosha qiling. Yaxshilab mehr ber qarang. Yo'qasin boravering. Ha. Kasallik yo'qasin boravering. Da u mana Musobek bizda juda haligi juda qiynalyapti. Juda stressli shubha o'zimizga hamda. Tayyor molimizni surib qo'ydik. Ola go'sht, yana 50 kilo qo'shilgan molimizni iloji qo'yib bor deydi. Ha. Bu 50 kilo bizni masalan foydaga chiqqan joyimizda bo'ldi-da. Bo'ldi. Ha. Cho'qqa endi. Haligi toza foyda ketib turdi. Ha. Endi og'ini ololmadik. Avvalo rizq bu. Ha, Lekin sababini qilib qo'yish kerak deb sababini qilolmadik. Osmon, hali o'quvsizlik qildik. Ozda ruvorgandan ushlashda siz rosa to'g'ri ish qilgansiz. Bundan oldin qiynaldim. Bundan oldin yashil bo'lganda, yozda bo'lganda. Yozda. Semizlarni so'ybadik, Ha. davolab olamiz dedik. Arriq mollar oson o'tdi, semiz mollar og'ir o'tdi. Semiz. Yo'llari, tillari Aha, yorilib bo'ldi. ketdi. Ana keyin aka mana buqalarchi o'ta qaytib yuboradi. Semirgan buqalar aka. Semiz mollarda og'ir o'tar ekan. Ha. Juda og'ir o'tar ekan. Qaytib yuboradi aka. O'tar ekan. Bular mana hozir pilusga kirdi. Faqat pilus. Haligi olganimizni minusda qoplab ketib bo'lgan. Ha. Buni endi qurvoqgacha boqsak, xudo xolasa. Bular xudo xolasa mayda oxiriga mana shu partiya tayyor bo'ladi. Ha, endi o'sha iloji bo'lsa qurvoq hayitga o'tamiz deyapmiz. Ha, iloji Qurvoq bilan. hayitga, ha, keyin qurvoq hayitdan qolganini shu avgustga olib boramiz. Masalan, Aha. Hozir bular qarang, shu 6 tami 7 tasi tayyor bo'ladi shunda. Anoni boqasizmi? Bittani. Yo'q, bizda ketadi. Tezlashib ketadi endi. Yana yashil bo'lsa mollar xafa bo'lmaydi. Alloh sinab turib baraka berar ekan. Yashil bo'lgan molchi bashi zo'r senda ketadi og'aga. O'zgarib boradi. Bashi fantan bo'ladi. Ha. Ayrim bitta ikkitasi avvalo rizq, Ha. og'ir o'tadi mana. Endi golishligimiz yotibdilar. Ha, jo'lishda hali ham chiqadi. Semirib qoldi-yu, hali ham o'sha O'sibdi. O'sibdi aka.
tarixlarga qo'yib yuboramiz. Ha, ularga, uni azinchalarga. Musaybek, Ho'ka. hop, haligi tuyoq masalasida aytdik. Aha. Endi hali go'shtdorlik, son masalasida o'tib qo'yaylik. Keyin yana bitta narsa akalar sizlarga, mana shu mollar kelganda erta kech 1 kilo boshlangan yemda. 2 kilo kuniga. Yo'q. Erta kech 1 kilo. Ha, yarim kilo. Kelganda. Ha, yangi Bir kelganda. haftadan keyin haligi 1,5 kiloga chiqqan. Ha. Yana bir haftadan keyin 2 kiloga chiqqan. Ha. Keyin 3-hafta o'tgandan keyin o'zi bag'i bo'lgan 2,5 kilo yo 3 kilo. Yarim kilodan qo'shilib Bunga qarab. ketavergan. Ha. Bunga qarab. Lekin men katta mol olib keldim-u, ko'p beriyu yo'q. Chunki organizm o'rgatib olganmiz-da. Ha. U katta mol olib kelasizmi, kichik mol olib kelasizmi, oshqozonidagi haligi bakteriyalar rivojlanmaganda siz ham aytdingiz-ku, 3 kilo beraveraymi dedingiz-ku. Ha. Yo'q, mol katta bo'lsa ham oz beravering. 1 kilo aytdi, birda berdimi keyin? Molxonaga mol singandan keyin riski semirmaydi. 5 Ha. kun, 10 kun, 15 kun moslashib oladi molxona. Oshqozoniga bir 10 kun vaqt kerakmi? Nima almashib olish uchun nima yemdan? Rostmoni almashish uchun 27 kun. Rostmoni almashish uchun. Ha. Lekin 10 kunda, 15 kunda o'sha effekt seziladi. Effekti bilinadi o'zi. Bir haftada ishtah ochilib ketadi. Ishdan ochiladi. Bir hafta ochilib ketadi. Ha. Ayrim mollar yemayapti-kan, Hmm. yemay qolyapti-kan, uning sababi bor. Hop. Bu mol odamga o'xshagan emas. Ha. O'zimizda ko'rmaydi. Ha. Bular bergan narsangizni yemaydi, eski narsaga o'rganib qoladi. Ha, eski ovqatga o'rganib qo'ygan. Yurgan bo'lsa, shunga o'rganib qoladi. Ha. Siz yemasa, kepiy bilan kunjaraga aralashtirib berib, keyin o'tkazib yuborasiz bir haftada. Ha. Birdaniga o'tkazgandan ko'ra, ha? Ha. Shunaqa? Yemagandan o'shani kepiy yeb turgan yaxshi. Ha. Lekin iloji boricha ideal qilib yuboring. Ideal jorimga. Buni ideal jorimda maqtash emas, Shu mol bala olganda, Ha, aka. nasl olganda. Nasl oladi. Mana shu mol arqon uzmadi. Umuman. Mol arqon uzdi. Aka bo'shalib ketgan bo'ldimi ichida? Ha, bo'shalib ketib, bir tekratar ekan buni. Ha, qo'tvaldi va quruqqa o'tdi. Kelganda g'alab berib, manda o'tar ekan. Ha. Ziyon tegmaydi ekan. Ana jetlinlar bo'lsa, o'zimizni sizni o'ldirmaguncha suzishaveradi o'zimizni mesni bo'lib qoladi. Bular 3 million, 4 million qimmat, keyin bu buqalar bitta pelus tomoni juda ham yuvosh bo'shalib ketsa ham yotaveradi. Agar iloyim kasal bo'lmasa kuniga o'zgaraveradi bular. Jaydari molidan nisbatan o'zgarishi yaxshi. Ammo jicha qimmat olinadi. Jaydari molda arzonroq. Bular mol arzonlikka arzon. Lekin Jo'dari molni boshida abrotda kirib olgani ham boqsa bo'laveradi. noldan boshlab chiqib turilganda Bitta maqol bor ekanda, oldin gala qil, keyin sara qil deyilgan maqol bor ekan. Oldin gala qilasiz, keyin zo'ridan keyin sara chertadi. qilasiz. Aha. O'zi abrot kirib olasizda. Bitta ikkita gala. Yemlarni ko'rsatmaylikmi-ki, tayyorlashyapti Endi qarang, endi Aha. masalan, uni yemini tushuntirdik. Hop. Mana shu mollarimiz, yangi kelgan mollar. Yangi kelganlar mana shu yerdalar. Bular ikkovshiga yeyapti. Hop. Ikkovshi yeyapti. Kelgandan basiga ikkovshidan yeyapti. 1,5 kilo chiqam? O'tadi. 1 kilo 800 da, 2 kilo bormaydi ekanda. 1 kilo bormaydi. 1 kilo 600, 1 kilo 700 har xil. Har xil. Endi u misol uchun kiloga basta u. Ha. Ovqat begona narsanasiga bog'liq. Ha, nasl. Aksiya zo'r bo'lsa, dobri bo'lib qolsa ko'proq beradi. Ha. Bo'lmasa kamroq. Kamroq. Lekin kiloni shundan yutug'i bor, aniq beradi. Ha. Bu yerda endi kiloga ishlaymiz. Bu yerda kiloga ishlayolmaymiz. Ha. Tarozimiz ham yo'q, mishalkamiz ham yo'q. Aha. Bu yerda jun hisob, Ha. jun rejimda. O'zi mesni rejim. Mana shu mollar ikkovshi yeyapti. Yana ikkovshi beramiz. Ikkindan keyin eski mollar rejimga olib o'tib beramiz. Organizm o'rganib bo'lgan. Ha. Mana shu katta buqalar addini, bular addini yo'tadi, bir xil yo'tadi. Hozir 3 xilda bu yerda, to'g'rimi aka? 3 xil ratsionda 3 bo'lib berishyapti. Bular boshqacha kilo yeydi, ideal ko'rinadi. Mana shu katta buqa ham, iloji yo'q, masalan, o'rgatib olishim kerak-da. Ha. Nima katta? Ko'taroladi endi, lekin ko'p bersam baribir hazm bo'lmay chiqib ketadi. Ha. Hazm bo'lmay chiqib ketadi. Orqasidan undan iloji yo'q endi. Ular bilan o'rganib turib, buni 1 oydan keyin aqob o'tib qo'yaman. Aha. Endi bularda mana go'dan skottalar bor-ku, Hop. bularni 1 oydan keyin almashtiramiz. Ha, o'rnini. Maydalari addini saralanadi. 100% basi haligi bakteriyani o'rganib bo'lgandan keyin qozonda bakteriyalar. Aha. Aql o'tkazaveramiz, lekin bular har o'tkazishga jicha vahli. Vahli, ajcha.
o'zi endi o'zi ikki o'shyapti, endi ikki ham qo'shgan o'tadi. Hozir mana rosa savolni zo'r aka, mana shu yerda ideal ko'rim necha foiz hazm bo'lib molga effekt beradi 100% dan mana sizga savol. Yo'q, uka ustozlar aytishgan, eng zo'r hazm bo'lgan narsa soya ekan. Soya. O'sha ham 90% ekan. Soyani o'zi. Kunjorasida endi shunaqa? Ha, soyani kunjora. Soya kunjora. Ha. Endi qarang, 100% hazm bo'lgan yem yo'q. Aha. Yo'q. Umuman yo'q narsa. Ayrim yemlar bor 20% yuqori ekan aka, tanaga. Yo'q, Ayrim yemlar bor 50%. Ha. Hozir aniq esimda yo'q, lekin ideal ko'rimda 80% atrofida hisoblaylik. 80% atrofida? Ha. Shunda taxmin qilaylik. Aha. Uni agar anig'ini kerak desa, kommentariyga yozsa, anig'ini ustozlar bilmayapmiz. Endi biz ham hali fikr xayol azab bo'lyapti, esda qolmaganda. To'g'ri aka. Uni Makkani hazm bo'lishi-ku, shuni esimda qolgan. Makka yo'g'on ichida emas, mayda ichida hazm bo'ladi. Ha, mayda ichida. Ha, bug'doy oqozonni o'zida hazm bo'lar ekan. Ha. Parchalarni bo'lar ekan. Parchalarni bo'ladi. Yumshoqligini, hali qattiq yumshoqligini hisobigami? Qonga so'rilishga o'tadi. Ha. Ichiga so'radi baribir. Aha. Oqozon so'rmaydi. Ichiga o'tgandan keyin so'riladi. Oshqozonda Makka hazm bo'lmadimi, ichida hazm bo'ladi. Ha. Hammasi etapi bor. Ha. Endi hozir sho'rxani ham temas ketyapti ekan. Xo'p. Sho'rxani qattiq kilchatga u. Yem bas, kilchatga, qattiq kilchatga. U mana selyosda nimani xashak hisobiga bersa bo'laveradi u narsani. Lekin uzoq turgani hisobiga oqozonda uzoq turadi, molini to'xtiradi deyishyapti. Yo'q, endi bag'iga odamlarda ham shunaqa narsani detallar aytyapti. Oson hazm bo'lib, quvvatli bo'lsin deyapti. Ha, osonroq. Oson hazm bo'lib, quvvatli bo'lsin deyapti. Osonlashtirish. Qoningizda ovqat turgan bilan quvvat bo'lmaydi sizga. Ha. U hazm bo'lib, mana bir joylarga ketsa, qonga so'rilsa, keyin hazm bo'ladi-da, o'sha. To'g'ri. Ham shunaqa qilib, his hazm bo'lgan ratsion ashlarga o'tilyapti. Endi avvalo amal qilgan odam amal qiladi. Qilmagan odam qilmaydi. Omonlik tavsiya qilamiz. Hech bo'lmasa o'sha gap 10 ta moiz bo'ladimi, 5 ta moiz bo'ladimi, bitta molingizni sinab ko'ring. Qolgan moiz o'zingiz sepingizda boqavering. Keyin so'yganingizda gaplashamiz. Shunda gaplashamiz. Ha, so'yganingizda gaplashamiz. Musabek, u filmda gapingiz esimda turibdi aka. Siz ham quloqsiz bo'lasiz. Sizga bunaqa qiling desa, jichcha. Akami gapi deyasiz. Bu tog'ami gapi deyasiz. Uka, bitta tushuning uka. Bitta narsani qilganda tepasida turgan mutaxassis bor. Xo'p. Oddiy loydi, ha? Mutaxassis bilan qilingan oddiy shivoq loy boshqacha bo'ladi aka. Ba'zida mutaxassis qilingan loy ham boshqacha bo'ladi. Farq bo'ladi. Farq bo'ladi-ku. Endi ideal ko'rim tepasida kontrol katta aka. Mutaxassis kontrol qilib, yemdan analiz tekshirib, ma'lumotni berib turadi ustaga. Keyin jinni yaroqsizroq bo'lsa ham qo'shilmaydi ekan unda narsa. Makka. Bug'doy. Pishgan darajasi aka. Bug'doy pishgan darajasi. Namligi. Ichida qancha kaloriyasi bor, qancha yo'q, hammasini olishdan oldin endi u Afzalbek xonimiz uka vagonda oladi. Xo'p. Nimaga zavodga olyapti? Uni 15 ta ishtisi bor bu ostida. Endi u narsaning kaloriyasini olib, xalqqa beryaptimi? Effektni xalq yaxshiligini bilmasa, xaridor yo'q bo'ladimi? Bilan xato qilmaydi. Ustozlar qo'ymaydi. Ba'da qilib berilyapti ekan, ratsion qilib berilyapti ekan. U ratsonni ham uka yomon emas. Lekin bitta narsani to'g'ri tushuninglar. Buni sechka bor-ku, sechka. Puch. Bug'doy puch uka. Puch. Butun bug'doyni olib urib yoring. Bu boshqa narsa. Urib yoring, ichidagi nimasi go'sht deymi? Go'sht kam bo'ladi uka. Shunaqangi. U puchda u. Makkani ham uka kaloriyasi zo'ri bor. Va hali urib degani bor. Makkani ham zo'ri bo'lmasa uka oxirigacha pishmaydi ekan uka. Yaxshi bo'lmasa. Past pishadi. Mas zo'r bo'lmasa-da, endi tepasi pishmaganini ham qo'shib yuborib, un qilib yuboring, biroq bilinmaydi. Lekin kaloriya bor-da unda. Kaloriyasi. Kaloriya kam bo'ladi. Bu yerda tayyorlab berishyapti ekan. U unaqa deb maqtashyapti ekan. Mutaxassis turmagan tepasida. Lekin o'zingiz uka olib tayyorlang, makka zo'rini, unda zo'rini olib, bug'doyni zo'rini olib, rapsni ham farqi bor.
hatto semichga sharobni farqi bor uka. 1-2 yil sim qimmat, lekin kaloriyasi Protein deydi-yu. zo'ri bor. Narxida farq bor. Narxida. 100 so'm, 200 so'm qimmatini olib yaxshisini olib bergan yaxshi. Siz yana haligi qimmatni olasiz, kaloriya zo'rini olasiz, tayyorlaysiz. Endi tashqarida qilingani jichchalarini mablag'i cho'mib qolyapti. Allashni berishyapti ekan. Hali ideal agrar ratsionni deyishyapti ekan. Mayli, ideal agrar ratsion deyishsin, ideal ko'rim deyishmasin. Ideal ko'rim deyishmasin. Ammo hushyor bo'linglar akalar. Bir qism arzonligi uchib olib sadaring, uni effekt tezmadim sadaring. Ratsonda xafa bo'lmaydi, o'zingizdan xafa bo'linglar. 100% javob beradigan zavodni mahsulot turibdi. Uni olmasdan bir qism arzonni olishyapti. Chunki arzon shu vaqt sotmaydi. Arzon narsani biri bo'ladi aka. Bir narsa arzon olingan bo'ladi. Endi ular o'ziga havola, biz aytib qo'yamiz. Misol uchun biz ham o'zimiz aralashib berishga aqlimiz yetadi, aytishgan. Yo'q. Hayo mutaxassislar qilib qo'yapti, yemdi aka. Nima qilaman boshim og'rib aka. Men o'zim ishimni qilay, molim boqay, olib so'yib, yana o'rniga olib shu ishimni qilay. Yemni qilib beryapti, oldimga narx oshmayapti aka. Haligi bug'doy totilib qolsam yemni oshib ketmayapti. Ular kelishib bergan zavodlar bilan. Biz ularga kelisha olmaymiz. To'g'ri. Ular katta vagonlarga kelishib berganda ular zavod. Narxni bir qo'shyapti. Nima qilasiz, boshingiz og'ridi aka? Narx-navo bo'yicha bitta ma'lumot, nech pul bo'lyapti aka? O'zgargan yo'qmi yo tushdimi? 225 yo'q, hal bo'libdi. 225 qo'yamiz. Metallar ochilib qoldi, 5000 tushdi. 230 midi? Ha. 225 ga tushdi bu qani aka? Sigirdiki. 240 mingmi shular? 240 ming, 245 ming, 40 kilolik ikkovi ham. Emas, 40 kilo. Qo'ydikchi. Qo'ydiki 240, 245 sigirdik. Ha, 40 kilolik. 25 kilolik nech pul kelib turadi qo'ydiki? 100 da 40 ming tushib turadi. Biz endi 2000 so'ragan hajar bo'lib, 145 dan berdik. 2000 shedriyni ko'tardik. 145 dan sotildi. Ha, 145. 25 kiloligini. 25 kilolik. Lekin ichi bir xili, prosta ratsionida ligi nimasida farqi? Ha. 240 ming bergandan ko'ra 100 ming bergan odamlarga ham hali salma bo'lsin dedi. Talabga qarab bo'ldi. Talabga qarab, aha. Talabga qarab bo'ldi. Yemini tushuntirdik. Akalar, silosni biz sizlarga aytishimiz mumkin. Bir tog'ora beyin deyishimiz mumkin. Lekin bir tog'orani ham, yarim tog'orani ham o'zida hal qilasizlar. Biz endi aytib ketyapmiz-da. Yarim tog'ora bering bugun. Ertalab qarang, qancha qoldi. Agar qolmagan bo'lsa, yarim tog'ora, bir yarim tog'ora qilib. Agar bir yarim tog'ora bersangiz, yarim tog'ora bersangiz, qolgan bo'lsa kim yetirasiz? O'zingizga bog'liq. Lekin yemni riski oshirib olmaydi. Yemni emas, hashiyni ko'paytirish kerak. Ha, to'ydirish kerak. To'ydirish kerak-da. Keyin buni yem oshgan sari hashiy o'zi ortib boradi. Ha, yem oshadi, hashi qaytadi. Bir xil nimaga tushib oladi. Rejimga. Rejimga tushib oladi, yemni ko'taraveradi keyin. Silos shu turaveradi. Mana hozir bizga bir tog'ora stabilni beramiz ularga. Misol uchun bir tog'ora 15 kilo chiqam, 10 kilo. 10 kilo, sirada 10 kilo bitta molga. Bilan keyin ko'payib ketadi. Yem og'irligini hisobiga, suvni hisobiga suv qo'shamiz. Suv qo'shasiz. Og'ir bo'lib qoladi. Og'ir bo'lib qoladi. Hozir bir kunda bitta mol 20 kilo atrofida yeydi, silos. 15 kilo, 20 kilo. Mana silosda ham lekin aka juda katta tonna bosgansiz silosda ham mana hisobi borda, yozgacha yetami? Yo'q, yozgacha yetmaydi. Mana chuqur degansiz, ko'latga mana yetmaydi. Yozgacha yetmaydi, O'sabek. O'zi yarimdan kiyib oldi, yozgacha yetmaydi. Yozda somonga o'tamiz-da. Metlarni bo'shatamiz. Somonga o'tamiz yozda. Somonga o'tamiz. 2 kilo somon beramiz. Hop. Bosganimiz 2 kilo turadi. Hop, egizasiz. Tayyor bo'ladi silos 2 kiloda. Ha, yozda ham bosasiz? Yozda bosamiz, kuzda olmaymiz. Ha, kuzda keyin olmaysizmi? Kuzda olagan ko'payib ketar ekan. Birinchidan. Hop. Keyin bug'doy sezoniga ekanimizni fermerlar arendaga bergan odamlarga bizga bug'doy ekanimizni boshini ortib, tezroq urdi ekan. Ham narx ham xom bo'lib qolar ekan. Narxini qo'ying. Narxini qo'ying. Bitta bizni o'ylagan o'yimiz chala bilan xom payt, pishgan payt o'rtasini to'g'rilashimiz kerak. Sut qatiq bo'lgan paytda-ku, sizda kaloriyasi bor. Kraxmal bo'lar ekanda. Kraxmal qotganda kraxmali kuchayib bo'lar ekan. Sut qatiqda kraxmali kam bo'lar ekan.
Bu 20% bo'lishi mumkin. Haligini qotirsangiz 60-70 ga chiqar ekan. Yo'q. Qarang, hozir siz misol uchun yozgacha yetadigan qilib bosmoqchimisiz Selyosda? Shunaqami? Vallohi a'lam. Vallohi a'lam. Katta pulimiz yo'q, sizga o'xshamisa. Yo'q. Sizga o'xshamlar ko'p pulimiz yo'q. Sizni nadaman 5 ton. Bularimiz 2,5 kiloga o'tdi. Bular mana partiyadan ikkinchi partiyada bu. Bular ikkinchi Ikkinchi partiyaga o'tdi. Bularga endi axlatiga qarab bosamiz. Bosiladi. Ana misolda mana o'ting mana, go'ngini ishlatinglar mana. Akalar mana aptiylar. 2 santi bo'ldi. 2 santi bo'ldi, Yerdan 2 santi, 2,5 santi bo'ldi. Yuring o'tib ko'raylik. Nima emas? Nima deydi? O'ta suyuq ham bo'lib ketmagan, o'ta haligi qo'yiq ham bo'lib ketmagan, shu axlatiga qarab beraverasizlar. Go'ng deyiladi bu. Aptiylar go'ng deyiladi mana. Bu narsani ko'rsatib ketishdan Mana akalar 2,5 kiloga chiqqan mollarimizniki. Hozir buni 2 kilo 700 qilaylik. O'tadi. O'tib ketadi. Ichi o'tadi. Kilo 600 ga ham o'tadi aka. Trijondachi sekinlik bilan ishlaysizda. Risk. Bu misol uchun hali to'qigan mashina emas-da bu. Yo, nima emas, mingan mashina emas. Bizning zo'rliqimiz uchaydigan. Bu trijonda sekinlik bilan, tartib bilan chiqasiz. Mana buni ham ko'mada. Mana. Haligi izgan yo'yilgan. Ko'ryapsizmi? Bunga jicha kamlik qilyapti-kani, hozir bunga ko'paytirib bo'lmaydi, hammasi bir xil ish kerak-da, stabil. Bizda shu narsa bor. Ma'lum bir miqdorda ayrim mollarimizchi kamroq yeb turadi. Lekin mana shu katta mollarni xudo xolasa akop qizaman. 10 ni almashganning hisobiga keyin to'yaveradi bular, jicha 1-2 oyda shunday yeb turadi. Jicha ko'proq olsa, sizlarga bozor. O'shaning uchun hali darsdan aytyapman-da, Musobek bitta oylar deyapman, bitta olganligingda hamchi biz bir xil molasizlar. Bir xil boqasizlar, bir xil ko'tarasizlar. Bir xil sotasizlar, bir xil olasizlar yana qaytadi. Hozir 3 marta yem tayyorlayapmiz-da. 3 martadan. Odamga ham jichchaligi nima bo'lib qoladi, degan o'y bo'lib qoladi. 1-2 kunda 2 martaga o'tadi, xudo xohlasa tayyorlashi. 2 kundan keyin 2 martaga o'tadi. Lekin 1 martaga o'tkazolmaymiz. Yo'q, u katta ulangiz bor-da, chunki o'sha 8 tami nechtadir ham o'shasi bor. Sizdan bir nimani olib qo'yaylik, mishalkani 220 ga ishtagandan qilmoqchimiz. Shu videoda muhrlanib qolsin. Mana kelganda bir ilmingizdan foydalanib turaylik, videoda olaylik, shu nimangiz-ku. Rozimingizni olaylik. Qayerda gapirganman, siz videoda YouTube'da shu joyini qirqib beraman aka. Videomizni qirqib qo'yamiz aka. Soqchingizni qirqib 220 ga qilmoqchimiz. Nimaga? Buni yangi kelgan mollarga tayyorlab qo'yaylik, o'zimiz qilsak arzon tushayotgan 220 ga. Shunga haligi setr bugalar o'rgatib qo'yamiz aka. Alloh xudo xolasa aka. Qo'ldan keladigan narsa-yu, qo'ldan keladigan narsani nima qilib beriladi aka. Ishim bor aka deb bahona qilmaysa. Labiz aka. Hurmatli obunachilar, shu joylarda sizlar guvoh bo'lib turasizlar. Musobek ukamiz sizlar shiylar. Bizni mehnat. Rabilka ham yasaylar. Kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqib olasizlar. Baquvvatda yasab beradilar. Xudo xolasa aka. Baquvvatda. O'zimiz ham qildik bitta. Xudo xohlasa shu 80lik yilda Ilhomjondan oldik. Yanchardan. Bu Mishatkamdan Yanchardan oldik. Bu Rabilka Yanchardan oldik. Keyin Musobek son masalasidir. Endi son masalasini gapirib qo'yganlik, shu tugatib qo'yaylik isbotlari bilan. Mana bunimiz qashaki moq. 21 millionga olganmiz. 21 million 200 ga olganmiz. 21 million 200 ga. Bu yil chiqmagan bas. Endi buni qalinligini qarang. Bunaqa tarafdan oling. Qalinligini, son jihat qalinligini qarang. Ko'ryapsizmi? Bu kishi mana uni qaranglar aka. Endi buni son to'lishini qarang, mana sonni qarang, to'lishini ko'ryapsizmi? Son. Bu undan ortiq to'layapti. Undan ortiq. Aka, bemalol to'lmaydi. O'zimiz jetlilar, go'shtdorlik ham bo'ladi. Endi qassob akalar Yevropada qilsangiz, qassob aka ham raqamini hisob qiladi-da, go'shtdorligiga yopishadi. Imkon qadar go'shtlisiga yopishadi. Lekin yana haligi urush temasiga qaytsak, mana shu molni ezib olyapti. Yo'q, urush. Ezib olyapti, urush bo'ldi. Ba'zi mollar urushmaydi. Mana shu ikkovi unga o'qilyapti, vayna qilyapti. Hatto shirigi bor, jetli bor, bitta qolamiz. Shuni olib qo'yamiz, uchovi bitta gruppa bo'lib. Mafiya bo'lib sotishaveradi.
Shu aka. Aha. Ratsionga ham o'taylik aka, o'zi videomiz ham cho'zilib ketib qoldi aka. Keyin nima? Gruppada mana kommentariyada o'qib turamiz akalar. Xo'p. Mana aka, mana optimal tushyapti, optimal. Optimalda. Tushyapti, ko'ryapsiz? Aha. Bu ham normada. Shu narsaga ham e'tibor bering. O'z boqyapsiz, e'tibor bering. Bu qattiq tushsa, somoningiz ko'p bo'ladi. Ha. Suyuq tushib ketsa, yemingiz ko'p bo'ladi. Yem ko'p bo'ladi. Shu normaga keltirasiz, keyin tushib oladi. Tushib oladi. Somonni ratsionda so'rashibdi nimada kommentariyada. Somonli ratsion. Aha. O'qiganlarni ham o'qib turamiz. Ota-onamiz duo qilganlarni ham o'qib turamiz. Alloh rozi bo'lsin hammalaringdan. Somonli ratsionga akalar, somonda hech nima yo'q. Ha. Makkaga ratsionga, sigir ratsionga nisbatan sal ko'taribroq berasizlar. Yemda. Aha. Somonda hech nima yo'q-da. Ha, hech nima yo'q somonda. Bor. Lekin somonni oshqozonga solsa, uni hazm qilish uchun ketgan energiya bor-ku, qoplamaydi. Ha. Qoplamaydi. Oyligingiz siz misol uchun 3 million oylik olyapsiz, rasxotingiz 5 million. Ha. Nima qolyapti siz? O'shandayda. 2 million minus qolyapti. Minus qolyapti. Somon ham shunaqa narsa ekan. Ha, o'shani hisobiga yemni ko'proq berish. Ha. Yemni ko'taradi. O'shanda 5 ga boradi. Somon rason bo'lmaydi deyolmaymiz. Ayrim joylarda somon seroq. Kimlar somon tekin. Tekin. Ha, shu tomoni bor. Yemni ko'proq berishadi. Ko'taradi, lekin biz ham yozda o'tamiz. Yozda o'tadi. Yozda buni siyoz achib qolgani, qizib qolgani hisobiga Yozda bermaydi. asqot ko'payib ketadi, somonli yaxshi bo'lib qoladi. Avgustdan bersa bo'laveradi siloslarda o'zi. Shunaqami? Ob-havoga qarab, saqlashga qarab. Ha. Sal qoplar ham chi, sentyabrda achib qolyapti qoplar. Ha, omma to'g'ri aka. Somon bor, silos. Ha. Sohon qizib qolsa borku, ichkarida kerakli element o'lib qolar ekan. Ha. Qizib qolsa. Qizib qolsa. Muzda tursa element o'lmaydi ekan ichidagi nima? Kraxmal u bo'ladi. Shuni hisobini olish kerak-da. Kimdir biz beryapmiz, qolaganini ham molni hech nima qilmayapti deyapti. Hech nima qilmasligi mumkin. Tanasiga kirgandan keyin go'sht bo'lish kamroq bo'lar ekanda. Ha, to'g'ri. Shu sodda tushuntirgani shu. Sodda tushuntirgani to'g'ri. Lekin biz amal qilyapmiz, Xudoga ming xatlar shukur, ziyon ko'rmayapmiz. Atalaga ham qarshi emasmiz. Ha, hech narsaga. Pishirishga ham qarshi emasmiz. Hamma o'zini yo'lida boqorsan. Lekin bizda mehnatimiz kam bo'lyapti Xudoga. Atalab pishirmaslikni sababini qilish uchun mana shu yerda mana darrov tayyor bo'ladi. Hozir ertalabda O'tinimiz yo'q bizniki. Ha. Gaz yoqqanimiz yo'q. Vaqtimiz ham juda kamroq. Kelib ovqat pishirgani, o't yoqqani, o'tin yoqqani yo'q. O'zi rosa yoqqan soldi. Ukajon, birimiz hid bilmagan. Oxirida hid umuman bilmay qolganmiz. To'g'ri. O'shanda 2,5 kilo yeyapti. 2,5 kilo. Ular 2 oshi yeyapti. Hozirga 2,5 kilo yeyapti. 4,5 kilo. Bundan oshirganimiz yo'q. Ha, mana qilib. Nima qilib 3 ga bo'lib qo'yapmiz. Mana. Shu Ha. Mana shu silosga akalar nima bo'lib ketgan? Shamalama yema. Musobek mana buni yoyilgan narsa. Yoyilganda namligini bilish uchun iztunni quvvasiz sekin ochilyapti. Ha, sekin ochiladi. Namligi bilan. Agar namligi yaxshi bo'lmasa, buni mana yuzim ochilib ketishdi mana. Ha. Izyapti. Ha. U yopishib qolyapti-da. Shunaqami, to'g'rimi? U yopishadi, bu yopish yoyilishi osonroq. Mana. Ha, bunga yem yo'q, buni hisobi. Yem yo'q, suv ham yo'q bunda. Suv ham yo'q. Suv ham yo'q. Bunda ham yem ham bor. Aha. Ana. Ko'ryapsizmi? Buni ham bitta kamayib qolibdi, lekin qo'limga nam chiqyapti buni. Bu qo'lim quruq, bu qo'lim nam mana. Ko'ryapsizmi? Sizga ko'rinadi? Yemni shirasi. Yo'q, namligi yaxshi. Ha, yo'q, namligi ham yaxshi, yemda Shunaqa. shirasi ham. Mana bu narsalarda mana qarang. Mana shu narsalar xato. Mana. Mana shu narsani ham ustozlardan yechimini so'radik. Xo'p. Buni aytib o'tdik, ma'lumotini. Mana somon silos bosyapsiz-ku, silos. Xo'p. Silos bosganda, Musabek, silos bosganda traktorchilar shuna bosar ekanda, bilan juda xitir ekanda, ko'pda. Olib tashlaydi, ustiga chiqib shuni presslab qo'ya qolar ekan. Ha. Yo'q, unaqa emas ekan. Tashalgan yangi silosni mana buncha holatda, bir qancha holatda yoyib ko'tarish kerak ekan. Ha. O'shanda yuma-yumalar ichida achib qolmaydi ekan. Achish darajasi kamroq. Internetda qarasangiz, Aha. katta Yevropada katta silos yamalarda qirg'oqqa to'kib ketadi. Xo'p. Adam pagilushi olib chiqib qo'yadi tepaga. Ha, shunaqangi. Shu 5 sant, 7 sant bo'lib bosilaveradi ustiga. Nima qilamiz? Uyum bo'lgandan keyin traktorga bos deydi. Akalar, boshqa narsalarning achimasligini hisobini qilish uchun
o'zlaringni pullaring, buni 10 ta bossangiz, o'zingiz pulga bosyapsiz. 20 ta bossangiz, o'zingiz pulga bosyapsiz. O'sha traktorchiga sal 1-2 so'm oshirib berib, aka, har bosganda yoyib turing. Mana bugun biznikini bitirib bering. Misol uchun bitta mashina 150 mingga bosib bersa, bitta mashinani. 160 ming beraman deng. Bu ham ko'ngli xotirjam. Shuni xotirjam. Sizni bosganingizdan uzoq vaqt ketadi. Ha, shunaqangi. Achib, irg'ib, chig'ib ketmaydi. Buni 1 kilo olsa achisi yoki hozir 1000 so'mmi? 10 kilo achisi 10 mingmi? 10 ming. Katta o'zi. 10 tonna achitib olsangiz qancha pul bo'ladi aka? Qo'yaver, bitta molni puli chiqib ketdi. Ha, o'zingiz pulingiz biznesiga ketyapti, Mustafa. Undan shu to'g'ri, ozgina qo'shib bering, ishni zo'r Endi bitiring. bag'aga havolar isib ketadi. Yaxshi bosilmaydi. Shamolni qarang aka, Qo'qonda shamol. Shamol. Shamoli bilan mashhur deydi-ku. Shunaqa. Endi ana shu tushmak tayyorlayapmiz akalar. Tushmatda. Shuni aralashtirib. Xo'p, mana tarozida tortib berasan aka hammasini, bir xilda. Faqat tarozida. Ham tarozida mana tortib, keyin nimamiz ham o'zgargan, ha? Qoplarimiz. Bizcha falshivis ko'payib ketganidan biz ham haligi piratskilarga qarshi nimalarni almashtirib, ustozlar bilan boshqalarga o'tdik. Germaniya texnologiyasi 40 kiloli bo'ladi hammasi. Mana bu oldin mana qopda bo'lgan. Qopsalik, esingizda bo'lsa, o'tlarimiz rigi dag'aladi. Mana shu mishalka olganimizdan keyin qarang, mayin qilib tutib yuboribdi-ku, mana. 3 santi. Mana bitta ikkita bunaqasi bor. Buni borligi sababini hozir aytib o'taman sizlarga. Bu somon emas bu, uka. Ha, bu bu. o't. O'ti bu. Hali somonga o'tganimiz yo'q. Shuni qo'shib beryapsiz. Ha, mana shu buni dag'al o'tdan ashtaqa chiqyapti. Otni betalari ham bor. Mana shu dag'al o'tdan chiqyapti. Bunaqa kalkilarni. Ha, mana shunaqancha chiqarib beryapsiz hozir. Bu ham oz qoldi, yeb bilganmiz olganda. Bu narsa bo'lmay ekan bu. Olmasligi. Qattiqlarini chiqargani bo'lyapti, muncha. Tashlab oldimmi hozir? Ha. Endi somonni chiqarsak, somonni hammasini stabillik sandiqqa beradi ekan. Ha. Mishalki. Yangi drabilka. Drabilka degan. Ha. Adashib ketdimi? Ha, adashib ketdi. Keyin buni silosga ham yana bitta narsa aytib ketaylik. Yangilarga, eskilarni chiqmadi. Hop. Yangilar uchunmi? Olishdi, bunaqa qilib olish tushuntirishdi. Bizga ham tushuntirishdi. Riski bir tarafdan ko'p olmasin. Ha. Mana qanaqa? Riski ko'p olmasin. Muzligini qarang, muzligini aka. Muzda turibdi. Qizib qolsa shikanda. Qizib qolsa shikar. Akalar, riski bir tarafdan ko'p olmaydi. Yengil. Mana shu bo'lsa, tipdan tushyapti, yengil. Yetchi. Ha. Yetchi past ketaversin. Ana shunday qilib yengil, chapdan o'ngga, o'rnidan chapga yengil olinsa, tez olinadi. Achishgan bo'ladi issiqlik kunida. Bitta ancha 2 kun betdan olasiz, 2 kun betdan olasiz, 2 kun betdan o'zi 6 kun o'tib ketdimi? Achirib bo'ladi. Anaqa etib olsangiz 10 kun bo'ladi. Endi adaqa etib 10 kunda buni borku, hozirgi kunda. Sasib to'pani bosib ketadi. Bosib ketyapti. Yo'qda ushamayapti. Bizda gulyapsiz, qanaqa issiqmiz. Saratonlar qanaqa issiq. Ha, bizda qattiq issiq bo'ladi. Zimaytdan oladigan payti kelibdi o'zi. Ha, oldidan tez olaveringlar. Oldini ochib qo'yinglar. Havo urib, sal nimani pashtalar yaqinlashishni yo'qatsin. Ha, shunaqa. Mustafa, mana bizda ham xatolar bor, ko'ryapsizmi? U achiga hali yumaloqcha mana. Mana yumaloqcha. Achiga biznikini ham. Biz salafan bunaqa qilib yormaydi aka. Yo'q, salafandan emas. Bu salafandan emas. Haligi havo kirmagan. Ha. Mana salafan tipasini qarang mana aka. Mana salafanlar. Salafan qani? Salafanlar. Mana salafan. Salafanda yo'q bu narsa aka. Salafanda bo'lmaydi bu. To'g'ri aka. Keyin buni o'zingiz zakasga o'rdirgansiz, mana Makka razmerda-da, akalar, Makkani ko'ryapsiz. Bu narsada agar sotoda bo'lsa qo'yavering, aka. Biz tushunmaymiz. Bu narsani tushunmaymiz, aka. Tushunmaymiz. Bizda juda hali nimamiz ham yo'q. Hali Namangonda ulug' ekan borlar. Biz aktyormiz deydilar. Ustozlar aytgan narsani o'zimizda sinab, ustozlar to'g'ri gapiryapti, sinab amal qilyapmiz, xolos aka. O'rgangan ma'lumot, aytgan ma'lumotlarni biz o'zimizga bilib olib, saqlab olib, o'zimizda ham qo'llayapmiz, tavsiya ham qilyapmiz. Ular o'qib bo'lgan. Biz o'qimay turib amalda qilyapmiz. Oson narsa aka. O'qigan odamlar aytganini qilib bo'ldi aka. To'g'ri. Bu tomondan to'g'ri aka. Deb unga qarshi bo'lmaydi. Mutaxassis. O'sha inson mutaxassisligini bildingizmi?
aytganini qiling, mana bir vaqtdan keyinchi o'zidan mutaxassis bo'lar ekan. O'qimay turib, Vaqt kerak. O'qigan. Vaqt kerak. Sekin-sekin. lekin bilaman demay, bilmayman deydi. Ha, bilmayman deysiz. Bilmayman, Eng zo'r yo'li shu ekan, aka. Nima ssenariy aytganday qilamiz, biz eshitmaymiz. Keyin bu yemni maqtash yo bunaqa qilib berish emas. xato qilmayman. Ha, xato qilmaslik kerak, keyin narsa olishda adashmaslik kerak. Yeb qo'ymaslik. Siz ham bilasiz, yonga mol qo'yib boqqansiz aka oldin. Muncha tomonimiz, silosimiz bor, esingizda bo'lsa, muncha. Mishagelasida sindirib tashardi. Mana buncha etdi, aka. bir qarashdan o'lgan. Makkasi bor-ku, Makkani mana buncha qalinlik deydi. Makkani qutasi. Hozir bu silos o'rilgan, mana Makkani razmerida o'rilgan bu mana. Hali yagivarchimiz Saidjon bitta aldab, mana bitta aldab qo'yganlar. Ha, Makkani aldaganlar. tegirmon qo'shmash. Tegirmon ishlaydi, qo'shganman, qo'shmaganlar. Mana aka ahvol. Asli mana shu narsani to'rga bo'lib yuborish kerak ekan. Mana shu Makkani to'rga bo'lib yuborish kerak ekan. Shunda hazm bo'lar ekan. Tezroq nisbatan bo'ladi. Ha, yo'q bo'ladi. Aqlanch ketmaydi. Ha. Aqlanch ketmaydi. Mana shu narsa endi ko'chalarda qoplab turgan Makkani butunini mana Makka bor deyishyapti. U Makka buni hazm bo'lmayotgani Uni qo'yadi. To'g'ri, aka. Asli ustozlar aytishyapti, Makkani shunday ochganlar-endi, mana Makkani shunday ochganlar-endi, buni Makka borib sarig'i ko'rinmasligi kerak ekan. Uqalanib ketish kerak. Uqalanib ketishi. Uqalanib Umuman ketgan. silosda rangiga urib olish. Tutilib ketgan bitta pitno bo'lish kerak ekan. Shuna zo'r bo'lar ekan deyishyapti. Hurmatli yaguvarchilar, Yaguvarchilar. tegirmonni qo'shdim deb qo'shinglar. Ko'rdingmi? Bu mana qancha minusga tiqqanini hisob kitob qilsak anchaga tushgan. O'zi bu ham yolg'on gapirganiga u javob beradi o'zi. Javob beradi. To'g'ri. Bizga birinchi marta o'quvsizlik qildik. Bundan oldin battar ham bo'lgan, bir qarishda silosda. Undan keyin mana bu narsani o'rgandik, ustoz tushuntirishdi. Ustoz shuni ko'rdilarda, shu yagivarchiga aytib qo'ydi işte. Bu ishni qayta qilmasin. O'z chorvachi bo'lsa, chorvachi emas ekan, muttaham ekan deyishdi ustoz. Shunday aytishdi. Nimaga? Seni aldabdi, yagivarni qo'shmabdi. Sen yagivarni tushunmaysan-da, biz tushunamiz deyishdi. Yagivarni qo'shsa uqalab borish kerak deyishdi. Makka. Keyin bildik, haqiqatdan qo'shmagan ekanlar. Bitta adam bosim qiluvdik. Shu tepasidagi aka bor ekan, yo'q, u ishlamaydi deyishdi. Aytmoqchilar, ishlagan manda deyishdi. Endi kechiring. Endi kech. Ammo keyinga shu aka aytib, shu akani aytamizmi? Iloyim boshqasini aytaylik. Men aldagan inson yomon ko'raman aka. Aldagan insonni yomon ko'raman. U ukaxonni o'zi ham mol boqardi, lekin aldadi. Men chahta bo'lib ichim og'ridi. Nimaga yolg'on gapiryapti? O'zi chorvachi. o'zi chorvachi. Nimaga o'ziga zo'r urib, ba'zilarga bunday urish kerak. Musulmon odam-ku. Yolg'on gapiradi. Aldasa o'zini aldaydi. Mana biz bir marta aldadik, keyin aldalmaydi. Bo'ldi, endi odam nomi nima bo'ldi? Yo'q. Yagivarni qo'shtirgan degan nom bo'ldi. Qo'shgan taqdirda ham mendan kelib Ustonxon aka, mana shu yagivarchi o'ldiribsiz. Qo'shadimsiz? Uka aldaganman deyman. Men tikka aytaman. Aldaganman deyman. Men tili qisqa joyim yo'q misol uchun. Aldagan deyman. Xarakterimiz tarixlak. Aldagan odamni juda yomon ko'raman aka men ham. Shunaqa. Hali mana vaqtga nima qilmaydigan odamni ham juda yomon ko'raman aka. Hozir ishlasin, ish davom etib bo'ladi. Misol uchun mana haqqamdan 10 kishi borishi mumkin. Siz haqqingizdan uni oldiga 10 kishi borishi mumkin. U 10 kishidan keyin necha oladi uni oldiga? Har bitta 10 kishidan kishi bo'lsa 20 kishi bo'ladi. 20 kishi bo'ladi. Keyin ko'payadi. Aldasa keyin yo'qoladi. Mana yanchardek Ilhomjon. Bizni o'zimizni aybimiz bilan sindirib yubordik, tishlarini. Buni aybimiz biz bilmadik, u ham yechalmadi. Biz aybimiz bo'lib chiqdi. Ilhomjon nima qildi? Aka, bo'ldi, men to'g'rilab beraman dedi. Menga ham o'quv bo'ldi aka dedi. Boshqatdan olib ketib, boshqatdan tinib qilib berdi. Shu bilan singani. Shu bilan mana silosga o'tdi o'zi. Nima deyman bu bilan men? Nima deyman? Ukaxondan olinglar. Zo'r. Zo'girmi ekan. Qilib berar ekan. Endi mana bitta mishalga oldimmi? Boshqasiga bormadi. Ilhomjon, rabitga qilib bering. 1,5 oy kutdim. Alloh rozi bo'lsin aka sizdan. 1,5 oy kutdim, ish ko'payib ketdi, qilib berdi. Mana endi 3 soatda 100 ta qopni chiqarib olibdi ukalar. Aka maza qilyapman. 3 soatda 10 ta chiqarardim, 3 soatda chiqarib yubordim, 100 ta yaqin chiqarib yubordi. Endi u bola 1,5 oy o't chiqarmaydi. To'g'ri aka. Shunaqa.
Xudo xolasa akalar mana videolar ko'rdilar. Agar qolgan ma'lumot keyin ideal ko'rim kerak bo'lsa, akamiz nomeringizni qo'yamiz aka. Ha, yemizdan so'raganlar bo'ladi aka. Qo'yib ketamiz-da, nima dedingiz? Aydim. Har qancha ma'lumot bo'lsa, savol javob bo'lsa beramiz, tushuntiramiz. Aytganimizni qilganlarga. Endi misol o'tib olaylik. Ayrim odamlar telefon qilyapti-da, masalan. Xo'p aka. O'zi ideal ko'rim bergani yo'q. Ha. Ideal ko'rim olgani yo'q. Vaqti ko'pmi yo uyda bekorchi bo'lib ish tugatib yotibdimi yonboshda? Atalab pishirganimi? Yo'q, savol javob qiladi. Ideal ko'rimni qanaqa beradi, qanaqa boqadi. Ha. Endi ular bitta basda aka. Telefon qiladi. Yarim soat vaqt ketyapti savol javob. Savol javob. Qamaydi u odam. Ha. Ba'zi o'zgartirmaydi. Telefonni qo'yadi, endi eski rejimga o'tib oladi. Eski rejim. Endi o'rtacha nima bo'lyapti? Mana vaqtimni olyapti, yarim soat. Ha. Shunaqa. Mahalliga jo'ralik katta bir odam ham basmiz-ku. Naya. Bizlar endi oilamiz bor aka. Ishimiz bor, dam olishimiz bor. Ha, to'g'ri aka. Ideal ko'rimni oldim, mendan emas aka. Qayerdan bo'lsa ham oldim. Qanaqa beradi? Bo'ldi, tamom. Tushuntiramiz, u qilyapti, amalda qo'llayapti. Unga bo'laveradi, arziydi. Bergan vaqtingiz, ketgan savol javobingiz achinmaydi, to'g'ri. Lekin bekorchi bo'lib yonboshlab telefon olgan odam bilan gaplashmanglar aka. Ha. Ularning vaqtlari vip turib, biz vaqtimiz ozroq. To'g'ri aka. Shunaqa aytib qo'yib, kibr ham bas akalar. Osmonda ham bo'lish bas. Har bir sekunddan o'zimizni vaqtimizni qadrlayapmiz, birovnikini ham qadrlaymiz ammo. Ha. Qadrlaymiz. To'g'ri aka. Nimamiz? Shuni aytib qo'yaylik. Shu internetda nima ma'lumotlari bor? Sizga men aytdim aka. Aka, kattaga yozib keling. Yechilmagan savollarni. Somon bor, hozir internet sizda ham aybingiz bor-da, bu yerda bilan ishlamayapti-da. Bilan bildirib bas. Bilan kommentariy o'qimoqchi edi. Rossiyaga nima qiladi? Bilan to'g'irlab beradi. Rossiyadan kelgan-ku. Ha. Bo'ldi. Akalar, videomiz cho'zilib ketib qoldi, ammo oxirigacha ko'ringlar. Zo'r bir manfaatli video bo'ldi. Ideal ko'rim yemda uylanga olib kelib olib, akamizga telefon qo'yinglar. Vaqtlariga ham, sizlar vaqtlaringga ham zo'r bo'ladi. Mana shu ideal ko'rimni ham bir ma'lumot aytib o'taylik. Maxsus dildirlardan olinglar. Akalar, Ha. falshivingiz ko'payib ketdi. Falshivingiz ko'payib ketdi. Ha. Keyin qopini ham mana ko'rib olaylar, yaxshilab qopini. Yo'q, buni qopini ham qilaveradi aka. Ha, qilaveradi. Qop sexga ketsa qilib beraveradi aka buni. Ha, ha. Bizning gruppada mana shu dillarga bergan yemimizga javob beramiz degan narsa bor. Ha. Boshqadan olib turib ideal ko'rim pul to'lagan emaslar. Maxsus dillardan olsinlar, javob beriladi. Ha. Lekin boshqa joydan ideal ko'rim deb uni gapiga ishonib olishsa, bizga o'xshamadi-yu desalar, biz javob bermaymiz. Maxsus dillarga spesial zavoddan keladi. Boshqalar o'zi aralashtirib buni qopni qilish nima buni? Qopni qilib berganga mana shu rasmni bersangiz chiqarib beradi. Ha. Qop chiqargan zavodda qilingan-da bu. Ha, to'g'ri. Buni ish emas uni. Hammasini qilaveradi, lekin ichi muhim ekan. Ichida emas. Muhim. Shunaqa hozirgi kunda shunaqa savol javoblar bo'lyapti gruppalarda, o'xshamayapti-yu. Xato joydan olib qo'ygan, 1-2 arzonga tushib qo'ygan. Ha. Shu. Hech qachon endi baraga molda arzon yem bilan boqib semirtiraman degan tarif o'tdi. Qimmat beringlar, tezroq tayyorlanglar. Vaqt tez bo'lib qoldi. Ha, tezlashib ketdi. Vaqt tezlashib ketdi-da. To'g'ri aka. Vaqtni qadri mana hozir 4 soatda misol uchun Rossiyada bo'lsak, samolyot 4 soatda O'zbekistonda bo'lyapti. Vaqt tezlashadi. 2,5 soat bo'ladi. Mana Xitoyda nimasi chiqibdi-ku haligi, tez yo'l. Hamma o'tish ketyapti. Shaharga 20-30 minut o'tar ekan. Shunaqa tez yuradi. Tez yuradi. Shuni o'tirasizda 20 minut Farg'onada bo'lyapti. Vaqt tezlashyapti. Endi chorva ham shunaqa bo'lyapti ba'ga. Amal qilasiz. Beringlar mana, aldamanglar, boshqa qilmanglar. 1,5 yil emas, 3 oy, 4 oy, 5 oy rasfayirliklar. 1,5 yil boqib uni kepay berib somon ber kerak yo'q-da. Endi shunaqa. Kepay ham kaloriyasi kam. Qimmat, puliga. Yo 90 ming so'm kepay. Hop, ichida necha kilo bor? 25 kilo. 25 kilo qancha kaloriya bor? U bug'doy atxodiku. Bu undan arpa yaxshi. Arpa. Uni puliga arpa yaxshi. Arpada protein zo'r. Ha. 4 ming so'm arpa. Kepayda kamroq protein. Yaxshi yedi deyapti-yu. Molni yeyishga emas, yegandan keyin yuqi bo'lishiga hisob-kitob qilinglar. Ha. Ustozlar ko'p aytishadi Germaniyada.
molimga sigirimga novvosimga qancha pul bersam qancha pul chiqadi deb hisob kitob qilar ekan. Ishlab chiqarishdi. Mana sigiri bor 10 ta, haliginga 10 ta sigirimga misol 1 million ovqat bersam, bergan suti qancha bo'ladi menga? 1 million. Pul 2 million bo'ladimi yo 1,5 million bo'ladimi dedi ekan. Shunaqa ekan. Hisob kitobda. Go'shtga ham xuddi shu hisob kitob. U hech qachon 200 ming ovqat berib 10 ta molga 1 million qilamiz plyuzi. Ha, yo'q. O'sha haliga puch bug'doy baribir puch bo'ladi. Butun bug'doy. Niqqa bo'ladi baribir. Hamisha shu. U narsani o'zgartirib bo'lmaydi. Bu tabiatda hamma narsasi hisob kitob bo'lgan. Bo'ldi. Hammaga rahmat akalar. Qolgan ma'lumotni berib olasiz aka o'zingiz. Obunachilar mana chiqib ketirdim. Darvozadan degan chiqib ketirdim. Opta akamiz otlar tuqqanda esga tushib qoldi. Mana o'zlari yo'lga kirib ketib ketishdi. Otlarni oldi, yana o'tga baylab qo'yishgan. Xudo xolasa erkak ot tug'ibdi. O'tgan safar videoda bo'g'oz edi. Ajitcha xurko'roq bo'ladi, ot bilasizlar. Balazi ham juda chiroyli bo'lib tushibdi. Chulren sifat, oyoqlar uzun. Zo'r tug'ibdi mana aka. Endi yana 1-2 oy tursa, balasi ancha katta bo'lib, enasicha ozgan, o'ziga kelib zo'r bo'ladi o'zi yana. 1 oydan ajroqlar yeyapti. 1-3 yilda o'zi zo'r ot bo'lib, raza minadigan bo'lib, chopadigan bo'lib, yaxshi ot bo'ladi bu. Xudo xolasa mana. Shuni ham bir ulashib bergan maqsadda videoni oxiriga olib qo'shib yuboryapman. Obunachilarimiz mana omoqda yemlar sizlarga buqa, sigir, qo'yga bir boshdan tanishtirib beramiz. Xo'p, bular buqaniki ekan-a, sizniki? Tarkibi nima aka? Buniki tarkibi makka, bug'doy, arpa, xo'sh, keyin raps kunjara, semichka kunjara. Xo'p, bug'doyi bor. Xo'p, keyin un qo'shiladi tarkibiga, o'sha paxta kunjarasi bor ichida. Uni qazax kunjaradan qo'shamiz. Vitaminlar, tuz, drojasi, kalsiysi, trikalsiy, chayna soda, hamma yo'g'ib ichida. Puli qancha chiqyapti aka? 4750 so'm bo'lib qoldi. 4790 ming so'm qopiga. Qopiga? Sigirimiznikida tarkibida soyasi bor. Shu retsepti soya qo'shilgan. Keyin o'sha shakar lavlagini qiyomi qo'shiladi. Sut yo'nalishligi uchun. Puli bir xil ikkovini. Ikkovini puli bir xil. 3 tona 4 tona sotyapti, xudo xolasa kuniga. Xudo xolasa kuniga 100 qop ishlayapti. 100 qop ishlanyapti shu yemlardan. Buni nimaga bu soya qo'shilgani, narxi bir xil deysalar, 8 kilo bitta zapravkada 8 kilo chiqadi-da. Yemidan chicha qisqarishini hisobiga soya qo'shilgan, narxi o'zgarmaydi. Bundan chicha kamayadi, ammo soya qo'shilgan shu hisobiga chiqaveradi. Chiqaveradi. 8 kilodan oshiq qilolmaydi-da, buttundan chiqarolmaydi. Bu-chi aka? Bu qo'yimizniki. Bu qo'ydiki. Tarkibi o'sha tushuntirganimdek, bug'doy, arpa, makka, semichka kunjara, kepak, tuz, vitaminlari ichida buni. Hamma yo'q ichida. Buni endi o'shada arzon chiqyapti, o'naqaga to'g'ri kelmayapti, deyishyapti. Endi mana bu lo'ya ham ezilgan, o'sha ikkinchi sort lo'yalarda narxi arzon. Endi buni tarkibiga o'sha qo'shilgan hisobiga shunaqa bo'lib ketadi. Sechka ham mana masalan 2600 so'm. Endi biz shu bug'doy makkalarda uni qimmat narsalar qo'shilgan hisobiga yengilroqqa narxini tushirib beradigan narsadan sechka. Yomon narsa emas u. Prosta narxini pastlatib beradi. Tarkibida shu sechkasi ko'proq hisobiga 3100 so'm. Sechka o'zini ham topolmayapti, odamlar 3000 ga ham. 3000 ga, shunaqa 3100 so'm ot, qo'y, shuna hayvonlarga hammasiga bo'laveradi akalar. Xaridorlar uchun hammasiga universal 3 tonna 4 tonnadan da ishlanyapti, kuniga 100 qopdan chiqyapti. Xolasalar klient uchun buni sotib qilish uchun emas. Bo'ldi. O'zinglar ratsionlar bo'lsa, o'shanga qarab ham chiqarib berilaveradi. Muammosi yo'q akalar, mana zakaz beraverasizlar. Qo'y, sigir, buqa.